93 dan keyin 94-savolni boshladik. Demak, e'tibor beramiz. 10 kishi bor. Ali, Vali, Guli, Lola, Kamol va Barnolar. Ismni eslab qolganlarga qo'yaylik. Ali, Vali, Guli xullas 6 kishilar 2 mashinaga chiqmoqchi. Bir mashinaga yigitlar orqaga, bittasiga qizlar orqaga minsa, barcha haydashni bilsa, necha xil joylashtirish mumkin? Voy. Men savol tushunmadim. Sizlarchi? Nimadir kamchilik bor deydi. Masalan, men savol tushunmadim. Ali, Vali ular 2 mashinaga chiqmoqchi. Hozir 6 kishi qanday 2 mashinaga chiqmoqchi bo'ladi? Yo, bir mashina ikkinchi yo, bilmadim men to'g'risi. Kirganlar nima bo'lgan bu yerda? 10 kishi bor deyapti. Bittasi haydovchini ham hisobga olyapti-da mana. Hammasi haydashni Ha? biladi deyapti. Haydovchini ham bir kishi hisoblayapti-da, bir hammasi haydashni biladi deyapti-ku. Xo'p, men tushundim uni. Qarang, Ali, Vali, Guli, Lola, Kamol